Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun men sizlar bilan juda muhim masalani, har bir xonadonga, har bir oilaga, ayniqsa nafaqaxo'rlar, kam ta'minlangan oilalar, ijarada yashayotganlar va kommunal qarzdorligi bor fuqarolarga bevosita tegishli bo'lgan mavzuni tushunarli qilib ochib beraman. Gap kommunal to'lovlar, qarzdorlik, penya, noto'g'ri hisob kitoblar va ayrim holatlarda to'lovlarning bekor qilinishi haqida ketadi. Bu ma'lumotni oxirigacha eshitmasangiz, siz ortiqcha pul to'lab qo'yishingiz, aslida to'lashingiz shart bo'lmagan qarzni bo'yningizga olishingiz yoki davlat tomonidan berilayotgan yengillikdan bexabar qolishingiz mumkin. Shuning uchun hoziroq kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing va bu videoni ota-onangizga, qo'shnilaringizga, mahalladagi tanishlaringizga yuboring. Chunki kommunal masala faqat bir odamning muammosi emas, bu butun xonadonning, butun mahallaning muammosi. Men avvalo bir narsani aniq aytib qo'yaman. Kommunal to'lov butunlay bekor qilindi degan gapni hamma bir xil tushunmasligi kerak. Elektr, gaz, ichimlik suvi, issiqlik ta'minoti, chiqindi xizmati kabi xizmatlar ishlatilgan bo'lsa, ular uchun hisob-kitob yuritilishi tabiiy. Lekin muhim jihat shundaki, ayrim holatlarda fuqarodan talab qilinayotgan summa noto'g'ri hisoblangan bo'lishi mumkin. Ayrim qarzdorliklar qonuniy asosga ega bo'lmasligi mumkin. Ayrim penya va jarimalar asossiz yozilgan bo'lishi mumkin. Ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalarga esa to'lov bo'yicha yengillik yoki kompensatsiya berilishi mumkin. Oldin ko'pchilik shunday vaziyatga tushardi. Uyiga hisob-kitob varaqasi keladi. Unda, masalan, elektrdan 470 ming so'm qarz, gazdan 1 million 200 ming so'm qarz, suvdan 300 ming so'm qarz ko'rsatilgan bo'ladi. Odam hayron qoladi. Men bunday ishlatmaganman-ku deydi. Lekin idoraga borsa, unga ba'zida shunday chiqyapti, to'lashingiz kerak deyishadi. Ko'pchilik tortishib o'tirmasdan, qarindoshidan qarz olib bo'lsa ham to'lab yuboradi. Mana shu eng katta xato. Hozirgi tartibda va davlat organlari tomonidan berilayotgan topshiriqlar ruhida fuqarolarning murojaatlari, hisoblagich ko'rsatkichlari, iste'mol tarixi, ijtimoiy holati va qarzdorlikning kelib chiqish sababi alohida ko'rib chiqilishi kerak. Ya'ni agar sizga noto'g'ri qarz yozilgan bo'lsa, uni ko'r-ko'rina to'lab yubormasligingiz kerak. Agar penya asossiz hisoblangan bo'lsa, uni bekor qildirish bo'yicha murojaat qilishingiz mumkin. Agar siz kam ta'minlangan oilalar ro'yxatida bo'lsangiz yoki ijtimoiy himoya yagona reyestrida tursangiz, ayrim kommunal xarajatlar bo'yicha yordam olish imkoniyatingiz bo'lishi mumkin. Agar hisoblagich ishlamagan, plombasi buzilmagan, lekin tizimda noto'g'ri ko'rsatkich kiritilgan bo'lsa, qayta hisob-kitob talab qilishingiz mumkin. Prezident topshiriqlari va davlat siyosatining asosiy mazmuni ham shundan iborat. Aholiga ortiqcha yuk tushmasligi, kommunal sohada adolatli hisob-kitob bo'lishi, kambag'al va ehtiyojmand oilalar qo'llab-quvvatlanishi. Idoralar esa fuqarodan asossiz pul talab qilmasligi kerak. Shuning uchun men bugun nima bekor qilinadi, nima bekor qilinmaydi, kimlar xavotir olishi kerak, kimlar esa hujjatini to'g'rilab bemalol murojaat qilishi kerak degan savollarga birma-bir javob beraman. Asosiy qism-ki nimalarni bilishingiz kerak, kim xavotir olsin, kim xavotir olmasin birinchi masala. Kommunal to'lovning o'zi bilan qarzdorlikni farqlash kerak. To'lov bu siz ishlatgan xizmat uchun hisoblangan summa. Masalan, siz bir oyda 1,5 kilovat elektr ishlatdingiz. Hisoblagich shuni ko'rsatdi, tarif bo'yicha summa chiqdi. Bu normal to'lov. Lekin qarzdorlik boshqa narsa. Qarzdorlik oldingi davrda to'lanmagan summa, noto'g'ri hisoblangan summa yoki tizimda qolib ketgan eski qoldiq bo'lishi mumkin. Misol keltiraman. Toshkent viloyatida yashovchi oila har oy elektrga o'rtacha 1,20 ming so'm to'lab kelgan. Bir kuni shaxsiy kabinetiga kirsa, 2 million 400 ming so'm qarz chiqib turibdi. Oila darhol qo'rqib ketadi. Endi svetni uzib qo'yishadi deb o'ylaydi. Lekin tekshirib ko'rilsa, ularning eski hisoblagichi almashtirilgan paytda oxirgi ko'rsatkich noto'g'ri kiritilgan bo'lgan. Ya'ni hisoblagich umiddagicha 500 ko'rsatgan, tizimga esa umiddagicha 500 deb kiritilgan. Natijada 10 ming kilovat farq sun'iy qarz bo'lib chiqqan. Bunday holatda fuqaro to'lashi kerak emas, balki qayta hisob-kitob talab qilishi kerak. Dalil sifatida eski davlatnoma hisoblagich almashtirilgan sanadagi akt fotosurat. Oldingi to'lov cheklari kerak bo'ladi. Ikkinchi masala penya va jarimalar. Ko'pchilik penya yozilgan bo'lsa, demak majburman deb o'ylaydi. Yo'q, men buni ekspert sifatida aniq aytaman. Penya ham qonuniy asosda hisoblangan bo'lishi kerak. Agar asosiy qarzning o'zi noto'g'ri bo'lsa,
uning ustiga yozilgan penga ham avtomatik ravishda shubhali bo'ladi. Masalan, suv ta'minoti bo'yicha sizga 600 ming so'm qarz. Bikchaqani 1000 so'm penga chiqdi. Siz aslida suv hisoblagich ko'rsatkichlarini vaqtida topshirgansiz, lekin korxona ularni tizimga kiritmagan. Bunday holatda siz men ishlatganimni to'layman, lekin sizning xatongiz uchun penga to'lamayman deb yozma murojaat qilishingiz kerak. Uchinchi masala, ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalar. Agar oila daromadi past bo'lsa, nogironligi bor shaxs bo'lsa, yolg'iz nafaqaxo'r bo'lsa, boquvchisini yo'qotgan oila bo'lsa, ko'p bolali oila bo'lsa, u kommunal to'lovlarda qiyinchilikka duch kelishi mumkin. Bunday oilalar uchun mahalla ijtimoiy xizmatlar, inson ijtimoiy xizmatlar markazlari, hokimliklar orqali yordam mexanizmlari mavjud bo'lishi mumkin. Men bu yerda ham bir narsani ta'kidlayman. Yordam avtomatik keladi deb uyda kutib o'tirmang. Ko'p hollarda siz ariza berishingiz, oilaviy ahvolingizni ko'rsatishingiz, daromadingizni tasdiqlashingiz kerak bo'ladi. Masalan, Samarqandda yashovchi yolg'iz pensioner ayolning qish oylarida gaz va elektr to'lovi 4-500 ming so'mga chiqib ketadi. Pensiyasi esa dori-darmon, oziq-ovqat va boshqa xarajatlarga yetmaydi. Agar u mahallaga murojaat qilmasa, tizimni oddiy iste'molchi sifatida ko'rishi mumkin. Lekin u ijtimoiy himoya yagona reyestriga kiritilgan bo'lsa, yashash sharoiti o'rganilsa, unga moddiy yordam yoki kommunal xarajatlarni qoplashga ko'mak berilishi mumkin. Demak, muammo faqat qarzdorlikda emas, huquqdan foydalanishni bilmaslikda ham. 4-masala, uyda yashamayotgan bo'lsangiz ham to'lov chiqishi. Bu juda ko'p uchraydi. Masalan, odam chet elga ishlashga ketgan, uy yopiq turgan. Qaytib kelganda chiqindi xizmati, suv, issiqlik yoki boshqa xizmatlardan qarz chiqadi. Bu yerda xizmat turiga qarab yondashuv boshqa bo'ladi. Elektr va gaz bo'yicha hisoblagich bo'lsa, iste'mol bo'lmagan bo'lsa, katta summa chiqmasligi kerak. Suvda ham hisoblagich bo'lsa, ko'rsatkich bo'yicha hisoblanadi. Lekin chiqindi xizmati ayrim joylarda ro'yxatda turgan odamlar soniga qarab hisoblanadi. Demak, men uyda yashamadim degan gapning o'zi yetmasligi mumkin. Siz vaqtincha yashamaganingizni tasdiqlovchi hujjatlarni ko'rsatishingiz, xizmat ko'rsatuvchi tashkilotga oldindan xabar bergan bo'lishingiz yoki qayta hisob-kitob so'rashingiz kerak. 5-masala, ijarachilar va uy egalari. Juda ko'p nizolar aynan shu joyda chiqadi. Ijarachi uyda yashaydi, elektr, gaz, suv ishlatadi, lekin to'lamaydi. Keyin ko'chib ketadi. Qarzdorlik esa uy egasining nomida qoladi. Men uy egalariga doim aytaman, ijara shartnomasida kommunal to'lovlar kim tomonidan, qaysi muddatda, qanday cheklar asosida to'lanishi aniq yozilishi kerak. Har oy oxirida hisoblagich ko'rsatkichlarini suratga oling. Ijarachidan to'lov cheklarining nusxasini oling. Aks holda 3 oyda 20 million so'mlik qarz yig'ilishi mumkin. Keyin uni undirib olish juda qiyin bo'ladi. Kim xavotir olishi kerak? Birinchidan, hisoblagichsiz yashayotganlar. Chunki normativ bo'yicha hisob-kitob ko'p hollarda haqiqiy iste'moldan yuqori chiqishi mumkin. Ikkinchidan, uzoq vaqt to'lov qilmaganlar va idoradan kelgan ogohlantirishlarni e'tiborsiz qoldirganlar. Uchinchidan, plombasi buzilgan hisoblagichga ega bo'lganlar. To'rtinchidan, noqonuniy ulanish qilganlar. Bunday holatlarda katta miqdorda qayta hisob-kitob, jarima yoki tarmoqdan uzish bo'lishi mumkin. Men bunday ishni umuman tavsiya qilmayman. Chunki bugun tejaldi degan pul ertaga bir necha barobar zarar bo'lib qaytadi. Kim xavotir olmasligi kerak? Agar siz hisoblagich bo'yicha halol to'layotgan bo'lsangiz, cheklar saqlangan bo'lsa, shaxsiy kabinetdagi ko'rsatkichlar real holatga mos bo'lsa, plombalar joyida bo'lsa, sizda ortiqcha vahima bo'lmasligi kerak. Lekin baribir oyiga kamida bir marta shaxsiy kabinetni tekshirib turing. Chunki xato inson omili yoki texnik nosozlik sababli istalgan vaqtda paydo bo'lishi mumkin. Endi eng muhim nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik nuqta, telefon qilib aytishdi degan gap hujjat emas. Siz kommunal idoraga qo'ng'iroq qildingiz, operator ha, tekshiramiz dedi. Lekin ariza raqami yo'q, yozma javob yo'q, dalolatnoma yo'q. Ertaga sizga yana qarz chiqsa, siz men aytgandim deysiz. Ular esa bizda qayd yo'q deyishi mumkin. Shuning uchun har doim yozma murojaat qiling. Onlayn portal orqali bo'lsa ham, idoraning qabulxonasi orqali bo'lsa ham arizangiz ro'yxatdan o'tgan bo'lishi kerak. Ikkinchi nozik nuqta, eski qarzdorlik muddati. Ba'zan 5 yil, 7 yil oldingi qarzlar paydo bo'lib qoladi. Bu yerda har bir holat alohida tekshiriladi. Qarz qachon paydo bo'lgan, sizga qachon xabar berilgan, o'sha davrda to'lov qilinganmi, idora sudga murojaat qilganmi, qarz tan olinganmi?
Bularning barchasi muhim. Men fuqarolarga maslahat beraman, eski qarzni ko'rsangiz, darhol qaysi davr uchun, qaysi hujjat asosida, qaysi ko'rsatkich bo'yicha hisoblangan deb yozma tushuntirish talab qiling. Shunchaki eski qarz degan yozuv yetarli, asos emas. 3-nozik nuqta. Hisoblagich ko'rsatkichini noto'g'ri yuborish. Masalan, siz suv hisoblagichida 10 yo'l kirib 2 daqiqasi ko'rsatkichni ko'rdingiz, lekin ilovaga adashib 10 kirib 2 daqiqamon deb yubordingiz. Tizim sizni minglab kub suv ishlatgandek ko'rsatishi mumkin. Bunday vaziyatda darhol murojaat qiling. Hisoblagich fotosuratini yuboring, xatoni tan oling va tuzatish so'rang. Vaqtni cho'zsangiz, keyingi hisob kitoblar ham noto'g'ri ketadi. 4-nozik nuqta, avval to'lang, keyin ko'rib chiqamiz degan talab. Albatta, ayrim holatlarda xizmatni tiklash yoki qarzni bo'lib to'lash uchun ma'lum summa so'ralishi mumkin. Lekin agar siz qarzning o'ziga e'tiroz bildirayotgan bo'lsangiz, idoradan avval hisob kitob asosida ko'rsatishni talab qilishga haqlisiz. Men to'lashdan bosh tortmayapman, lekin summa qanday kelib chiqqanini bilmoqchiman degan pozitsiya, to'g'ri pozitsiya. Bu juda muhim farq. Qarzni inkor qilyapsizmi yoki aniqlashtirish so'rayapsizmi? Arizada aniq yozing. 5-nozik nuqta. Kommunal to'lovlarni to'lashda chekni saqlash. Ko'pchilik plastik karta orqali to'laydi, lekin chekni yuklab olmaydi. Keyin tizimda to'lov ko'rinmay qolsa, isbotlash qiyinlashadi. Har bir to'lovdan keyin elektron chekni telefoningizda alohida papkaga saqlang. Agar ota-onangiz yoshi katta bo'lsa, ularning to'lov cheklarini siz nazorat qiling. Chunki nafaqaxo'rlar ko'pincha terminaldan to'laydi. Chekni tashlab yuboradi. Keyin to'lagandim deb isbotlay olmay qoladi. 6-nozik nuqta. Bir uyda ro'yxatda turgan odamlar soni. Chiqindi, ayrim xizmatlar yoki normativ hisob kitoblar odam soniga bog'liq bo'lishi mumkin. Agar uyda 6 kishi ro'yxatda tursa, lekin amalda 2 kishi yashasa, hisob ko'payib ketishi ehtimoli bor. Bunday vaziyatda ro'yxat masalasini ham tartibga solish kerak. Lekin shuni ham unutmang. Ro'yxatdan chiqarish yoki kiritish alohida tartib asosida amalga oshiriladi. Bu kommunal idoraning o'zida hal bo'ladigan masala emas, tegishli migratsiya va kadastr hujjatlari ham rol o'ynashi mumkin. 7-nozik nuqta. Ko'p qavatli uylar va umumiy mulk. Ko'p qavatli uylarda lift, yo'lak chiroqlari, umumiy hudud tozaligi, issiqlik tizimi, boshqaruv kompaniyasi to'lovlar kabi alohida xarajatlar bo'ladi. Ba'zi odamlar men 1-qavatda yashayman, liftga to'lamayman deydi. Lekin bu masala shartnoma uy-joy mulkdorlari qarori va amaldagi tartibga bog'liq. Shuning uchun umumiy mulkka oid to'lovlarni oddiy elektr yoki gaz to'lovi bilan aralashtirmang. Agar boshqaruv kompaniyasi ortiqcha pul talab qilayotgan bo'lsa, undan smeta, bajarilgan ishlar dalolatnomasi, aholi yig'ilishi qarori va shartnoma nusxasini talab qiling. Endi eng amaliy qismiga o'tamiz. Agar sizga kommunal qarz chiqsa yoki to'lov bekor qilinadi degan gapni eshitsangiz, birinchi qadam shuki, hissiyotga berilmang. Na darhol to'lab yuboring, na janjal qiling. Avval hujjatlarni yig'ing. Birinchi qadam. Shaxsiy kabinetga kiring. Elektr, gaz, suv va boshqa xizmatlar bo'yicha abonent raqamingiz orqali qarzdorlikni tekshiring. Qaysi oyda qancha hisoblangan, qaysi oyda to'lov qilingan, qaysi davrdan qarz qolganini alohida yozib oling. Agar ota-onangiz internetdan foydalana olmasa, ularga yordam bering. Ikkinchi qadam, hisoblagichlarni suratga oling. Surat aniq bo'lsin, raqamlar ko'rinsin, imkoni bo'lsa o'sha kunning sanasi telefonda saqlansin. Elektr hisoblagich, gaz hisoblagich, suv hisoblagich ko'rsatkichlarini alohida yozing. Agar plombalar bo'lsa, ularni ham suratga oling. Bu keyinchalik juda kuchli dalil bo'ladi. 3-qadam. Oxirgi 6 oy yoki 1 yillik to'lov cheklarining nusxasini tayyorlang. Agar bank ilovasi orqali to'lagan bo'lsangiz, cheklarni yuklab oling. Agar terminal orqali to'lagan bo'lsangiz, cheklarni qog'oz holida saqlang yoki rasmga olib qo'ying. 4-qadam. Xizmat ko'rsatuvchi tashkilotga yozma ariza bering. Arizada shunday mazmun bo'lishi mumkin. Mening abonent raqamim bo'yicha ko'rsatilgan qarzdorlikka e'tirozim bor. Qarzdorlik qaysi davr uchun, qaysi hisoblagich ko'rsatkichi asosida va qaysi tarif bo'yicha hisoblanganini yozma ravishda tushuntirib berishingizni, zarur hollarda qayta hisob-kitob amalga oshirishingizni so'rayman. Agar penya bo'lsa, asosiy qarzdorlik aniqlashtirilgunga qadar penya hisobini ham qayta ko'rib chiqishingizni so'rayman deb yozing. 5-qadam. Agar siz ijtimoiy yordamga muhtoj bo'lsangiz, mahallaga va inson ijtimoiy xizmatlar markaziga murojaat qiling. O'zingiz bilan pasport yoki ID karta, oila a'zolari haqida ma'lumot, daromad hujjatlari,
pensiya yoki nafaqa hujjatlari, nogironlik guvohnomasi bo'lsa, uning nusxasi. Kommunal qarzdorlik haqida ma'lumotni olib boring. Kommunal to'lovlarni qoplashda yordam kerak. Oilaviy sharoitim og'ir deb aniq ayting. Ko'pchilik uyaladi, lekin davlat yordami aynan shunday vaziyatlar uchun beriladi. 6-qadam. Agar idora javob bermasa yoki rad etsa, yuqori tashkilotga murojaat qiling. Masalan, tuman yoki shahar darajasidagi kommunal korxona hal qilmasa, viloyat boshqarmasiga, tegishli vazirlik yoki inspeksiyaga. Iste'molchilar huquqlarini himoya qilish organlariga, prokuratura yoki sudga murojaat qilish imkoniyati bor. Lekin har doim tartib bilan boring. Avval birinchi idoraga yozma ariza, keyin javob, keyin yuqori idora. Shunda sizning qo'lingizda dalillar zanjiri bo'ladi. 7-qadam. Agar qarz haqiqatan ham sizniki bo'lsa, uni yashirmang. Bunday holatda bo'lib to'lash bo'yicha kelishuv so'rang. Masalan, sizda 2 million so'm gaz qarzi bor. Birdan to'lashga imkon yo'q. Arizada qarzdorlikni tan olaman, lekin oilaviy sharoitim sababli bo'lib to'lash jadvali tuzib berishingizni so'rayman deb yozish mumkin. Bu sizni tarmoqdan uzilish, sud xarajatlari yoki qo'shimcha muammolardan saqlashi mumkin. 8-qadam. Kelajakda bunday muammoga tushmaslik uchun har oy bitta kunni kommunal nazorat kuni qilib belgilang. Masalan, har oyning 25 sanasi. Shu kuni hisoblagichlarni rasmga oling, shaxsiy kabinetni tekshiring, to'lov qiling, cheklarni saqlang. Bu oddiy odat sizni millionlab so'mlik muammodan asraydi. Demak, aziz yurtdoshlar, kommunal to'lovlar masalasida eng muhim xulosa shuki, ishlatilgan xizmat uchun to'lov bor, lekin asossiz qarz, noto'g'ri hisob-kitob, xato kiritilgan ko'rsatkich, noqonuniy pensiya yoki ijtimoiy himoyaga muhtoj oilaga ortiqcha yuk bo'lsa, buni tekshirtirish va ayrim holatlarda bekor qildirish mumkin. Prezident topshiriqlarining asosiy mazmuni ham aholining manfaatini himoya qilish, ortiqcha byurokratiya va adolatsiz hisob-kitoblarga yo'l qo'ymaslikdir. Men sizga tavsiya qilaman. Kommunal qarzingizni bugunoq tekshiring, hisoblagichlarni suratga oling, cheklar saqlanganmi yo'qmi ko'ring. Agar shubhali summa bo'lsa, yozma murojaat qiling. Hech qachon bozordagi summa shunday ekan deb asossiz pul to'lab yubormang. Lekin haqiqiy qarz bo'lsa ham uni yashirmang. Bo'lib to'lash yoki yordam olish yo'lini tanlang. Sizning hududingizda kommunal qarzdorlik, pensiya yoki noto'g'ri hisob-kitob bo'yicha muammo bo'lganmi? Izohlarda albatta yozing. Qaysi xizmat bo'yicha ko'proq muammo bor? Elektrmi, gazmi, suvmi yoki chiqindimi? Fikringiz boshqalarga ham foyda beradi. Videoga like bosing. Kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni yaqinlaringizga yuboring. Chunki bir dona to'g'ri maslahat ba'zan bir oilani ortiqcha million so'mlik xarajatlardan saqlab qoladi.